Joriy yilning 1-iyun kuni soat 10:30larda Kosonsoy tumanida yashovchi fuqaro o'g'lining salomatligi yomonlashgani bois bolani Damas rusumli avtomashinasida shifoxonaga olib ketayotgan vaqtida Kosonsoy Namangan yo'lining 28-kilometrida avtomashinasini boshqarib borayotib, harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, yo'lni kesib o'tayotgan 2001-yilda tug'ilgan bolani urib yuborgan. Natijada jabrlanuvchi og'ir tan jarohati tufayli shifoxonada vafot etgan. 1998-yilda tug'ilgan ushbu haydovchi farzandini shifoxonaga tezroq yetkazish uchun biroz hushyorlikni yo'qotib, tezlikni oshirgan edi. Lekin bu ishi bilan o'zi ham kimningdir o'limiga sababchi bo'lib qolishini o'ylamagandi. To'g'rida hech bir haydovchi yoki piyoda yo'l transport hodisasi sodir etilishini va unga sababchi bo'lib qolishni xohlamaydi. Ammo salgina e'tiborsizlik ham ayanchli vaziyatni keltirib chiqarishini guvohi bo'ldingiz. Kosonsoy tumanida xuddi shu kuni soat 17:52 larda yana bir og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir etildi. To'raqo'rg'on Kosonsoy yo'lining 24-kilometrida tumanda yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro o'ziga tegishli bo'lmagan Nexia rusumli avtomashinani tegishli hujjatlarsiz boshqarib borayotib, mashinani yuqori tezlikda haydab, harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, yo'lning o'ng chetiga chiqib ketib, boshqaruvni yo'qotgan va yo'l chetidagi daraxtga borib urilgan. Natijada avtomashina salonida bo'lgan 5 yoshli bola va 19 yoshli qiz og'ir tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Haydovchi esa shifoxonaga yotqizilgan. Shu o'rinda savol tug'iladi: hech qanday hujjat va haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan bolaga avtomashina egasi nima sababdan transport vositasini ishonib topshirgan edi? Balki shu avtomobil haydalmaganda yo'lovchilar ham tirik qolisharmidi? Bir tanish uydagilarni bir joyga olib boraman degan. Qori bola uydagilarni taksiga yuklaman. O qori bola uni haydovchilik guvohnomasini borligini bilamidingiz? Bilmasdingiz. Endi onasi birga o'tirsa tez ham haydamaydi deb o'yladim. Hodisada vafot etgan marhumlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Hurmatli harakat ishtirokchilari, xulosa qiling. Qatnov yo'llariga o'rnatilgan yo'l belgilari, yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy talablari, joriy etilgan tartib-qoidalarning barchasi eng avvalo sizga jabr yetishini oldini olish maqsadida tashkil etilgan. Siz uchun arzimas tuyulgan holat o'zingiz yoki kimningdir hayotiga zomin bo'lishi mumkinligini unutmang. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Shu yil 28-may kuni soat 02:30 da Namangan tumanida yashovchi muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-modda 2-qismi bilan sudlangan fuqaro spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holda qo'shnisiga tegishli bo'lgan Moskvich rusumli avtomashinani yashash xonadonida qarovsiz qoldirilganidan foydalanib olib qochadi. O'g'irlikdan xabar topgan hudud profilaktika inspektori zudlik bilan tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga axborot beradi. Jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimlari va kinolog xodimlarining xizmat itlari yordamida avtomashina tumandagi Qoratepa Guldirov yo'nalishidagi zovurdan topildi. Biroq o'g'irlik sodir etgan shaxs voqea joyidan g'oyib bo'lgan edi. Ashyoviy dalillar yordamida o'g'rining shaxsi aniqlanib, qo'lga olindi. Hozirda holat bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu kabi hodisalarni qayta sodir etilishini oldini olish maqsadida tuman hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i, mahalla faollari tomonidan aholi ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Muhokama davomida aholi bilan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar muntazam hamkorlikni yo'lga qo'yishlari lozimligi tushuntirildi. Shuningdek, yosh ulug' otaxonlar spirtli ichimlikning salbiy oqibatlari haqida o'z fikrlarini bildirib, bu kabi illatlarga o'ralashib qolmaslik uchun nazorat eng avvalo oiladan boshlanishi lozimligini ta'kidlab o'tishdi. Spirtli ichimlik ta'sirida mast bo'lgan ushbu shaxs esa muqaddam sodir etgan jinoyatidan yetarli xulosa olmagani uchun endi yana bir bor jazo o'tashiga to'g'ri keladi. Tugadi.